Men Shermatov Oybek. Men hozir 12 yoshdaman. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan keldim. Men 6-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida o'qiyman. Ustozim Narqulov Qilich. 5 yildan beri o'qiyman baxshilikda. 5 tashabbus, olimpiada bo'satuvlarini ko'rardim televizorda. O'shandan qiziqib borib ko'rishni niyat qildim. Men o'rgandim va respublika bosqichiga keldim. Men birinchi o'rinni olish niyatida keldim. Men chunki ko'p tayyorlandim. Men bu tanlovga ikkinchi marta qatnashishim. O'tgan yil men Baxmal tumanida birinchi o'rinni olib viloyatga keldim. Viloyatdan ikkinchi o'rinni oldim. Bu safar birinchi o'rinni olib keldim, respublikaga keldim. Viloyat bosqichida men ikkinchi o'rinni olaman deb o'ylagandim, birinchi o'rinni berdi. Viloyat bosqichida men Alpomish Dostondan aytdim. Yana Doston bormi deganda, men terma bilaman dedim. Doston hali tugagan yo'q dedi. Termani aytib berdim. Birinchi o'rin olganimdan keyin o'zim ham xursand bo'ldim, ustozim ham xursand bo'ldi. Boshqa ustozlarga ham aytaman deb telefon qilayotganda xursandligidan qo'llari qaltirab ketdi. Ota-onam juda xursand bo'ldi. Men respublika bosqichiga juda ko'p tayyorlandim. Ikkita ustozim bilan keldim. Men bugun respublika bosqichida Alpomish Dostondan parchasini aytib beraman. Yoshlar ovozi tanlovida men o'rinlar olaman. O'zimga diplom, mukofotlar olaman. Shu uchun ham bu tanlov menga yoqadi. Bu tanlovlar orqali o'zimizning san'atimizni namoyon qilamiz. Ko'proq dostonlar yodlaymiz. O'zimizning ustimizda ishlaymiz ustozlar bilan va yetsak pul mukofotlari ham bizga beriladi. Bugun men birinchi o'rinni olaman deb niyat qildim. 50 million so'm pul meniki bo'ladi. Boshqalarga ham tilab qolaman. Va bu tanlovlar bo'layotgani uchun prezidentimizga rahmat deb qolaman. Hammaga omad tilayman.